Assalomu alaykum yurtdoshlar. Sharxon tumani Qo'rg'oncha MFida joylashgan qabriston. Mana bunaqa eski devor edi. Mana bu tomonlar yangitdan mana bunaqa holatga kelyapti. Mana hasharchilar xalq puli bilan mana bu odamlar boshchiligida bo'lyapti. Hammasi hashar yo'li bilan, ehson yo'li bilan bo'lyapti. Bu tomondagi eski devorlar edi, bu tomon mana yangi holatga keldi. Pataloylarimiz boshlangan. Devorlarimiz travertin bo'ladi. Xudo xolasa. Mana patolog profnastil. Mana shunaqa gaplar.